Yur, ha, mana. Uydagi muammolarni ham senda gapi bor ekan, tushundingmi? Mana gapiring. Hormi, yaxshimisiz kelin? Gaz gapiryaptimi? Yo'q, ovqat yeyapti, ha? Olib bering deyotganingizda nimalarni va'da qildingiz? Men duxovkada sizga somsalar pishirib beraman, pirojnilar pishirib beraman, napoleonlarni shu yerda pishiramiz. Demadingiz? Paketni ichiga solib, paket solib qo'ymaydi buni ichiga. Chirik bo'lib ketdi-yu odam. Unaqa qilmanglar-da. Bolalar kelib qo'lini tiqmasin deb mashina otib yormasin deb o'sha o'tiribman. Mashina o'rnatib qo'yinglar. Qilib qo'yamiz. Keyinchi neobishni nima idish ko'rsangiz, meni ichimga yug'urmang bo'ptimi? Men qara, cho'nchagimda bitta problema bor-ku, katta, sen doim sazat qiladigan. O'shani ham gap bor ekan, yurgin. Mana. Mendan ham ko'proq yaxshi ko'rasan-ku, mana. Gapi bor ekan, eshit. Eringiz mani boru eshikda ishlab topadi. Siz itda ishlab ko'raverasiz, ani cho'nchaga, kashloga, sumkaga solsa bo'ladi. Har xil joylarga tiqib yuborib, bo'lib nafas